Ko'pchilik mendan so'raydi, manej olganim yaxshimi yoki lyulkami deb. Men sizlarga manej tavsiya qilaman. Nimaga manej? Hozirlarga tushuntirib o'taman. Lyulka olsanglar, bolalar 1 yoshgacha yotadi. Boshqalar aytishi mumkin 2 yoshgacha yotadi. Sig'maydi bola. Lyulkalar hammasi 1 yoshgacha. Eng arzon lyulka hozir O'zbekiston bo'ylab 850 ming elektronnik. Unga 1 yoshgacha yotadi. Men sizlarga hozir mana shu ko'rib turgan Cool Baby mana shu upakovkada ixcham bo'ladigan manej karavotimizni taqdim etaman. Endi buni nima afzalliklari bor desanglar, diqqat bilan ko'rib turinglar. Bu yerda bolani bemalol pilnomat qilsanglar bo'ladi. Ichidagi ko'rpachalarini addenni 300 ming so'mdan qilib beramiz. O'zining ichida chiqmaydi ko'rpachasi. Shuni oldin aytib qo'ying. Bu yerda bolani pilnomat qilgan joyga matras ham qilib beramiz. Bolalarni bemalol bu yerda pilnomat qilib yig'ishtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oldi qismlari, ya'ni prissivka, shampun, sovun, xohlagan narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bosh kiyimlarini, pamperslarni ham qo'yadigan o'zining karmanshligi bor. O'zining komplekt o'yinchog'i bor. Oldi qismlari tushadi, bemalol sipaniga ulab qo'ysanglar bo'ladi. Bu manejimiz ham lyulka ko'rinishiga ham keladi. Ya'ni qo'lda tebratsanglar ham bo'ladi. Komplektida bunaqa chiroyli, vidli pashshaxonalari ham bor. Narxi skidkada $70. Cool Baby firmaniki. Albatta dastavka xizmatimiz bor. Dastavkamiz albatta pulli bo'ladi, chunki bu skidka degan mahsulot. Kimga kerak bo'lsa, do'konimizda ranglari bor. Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bebrich xalq tanlovi.